Endi bizga 16 sekund vaqt beryapti. Hozir primoy efirga bermayapti-da, shorts ishlaganda deyapti YouTube. 16 sekund vaqt beryapti. 16 sekund. Assalomu alaykum, va alaykum assalomga ham yetmayapti, to'g'risi. Boshida bir ikkita videolar qildim, hech qanaqa prosmotr ham yig'madi, effekt bermadi. Like ham yig'olmadi, bir podpisчик ham sabrat qila olmadi. Chunki qiziq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin temalar. Endi kim biladi, mana shunaqa sistemani, YouTube sistemasini yurgizish yoki qanaqadir joylarga, platformaga pul tikish kerakmi? Instagramga o'xshab. Instagram bilamiz endi. Instagram bemalol. Shunaqa pul tikadigan joylari bo'lsa, monetizatsiyalar qilishlarni o'rgatadigan odam bo'lsa, yozib yuboringlar. Shu odamga murojaat qilamiz, xudo xolasa. Primoy efir, xudo xolasa, qo'lga kiritib olsa, duo qilib qo'yamiz. Inshaalloh yaxshi ma'lumotlar tarqatamiz, xudo xolasa.